Keyingi modal fe'l, ya'ni should. Should bo'lyapti. Bu ham kerak, lozim, darkor degan tarjimaga ega. Gap tarjimasi shunaqa chiqadi. Kerak, e, lozim, darkor degan tarjimalarni beradi. Lekin buni qaysi holatda ishlatamiz deydigan bo'lsak, chunki o'tgan safar gaplashdik-ku, uch xil tarjima, ya'ni tarjimasi bir xil bo'lgan modal fe'llar borda, ya'ni must, should and have to. Ya'ni must o'tdik, ya'ni bu ichki kuchli majburiyatni bildiradi dedik. Should esa tavsiya holatda foydalanamiz. Tavsiya, maslahat berishda. Misol aytaylik, Madina mendan e, ingliz tili o'rganishim kerakmi deb tavsiya so'rayapti. Misol aytaylik, ha, o'rganishingiz kerak desam, bunda hech qanaqangi majburiyat bo'lmaydi. Misol aytaylik, borib turib Madina tilni o'rganib olish kerak degani emas. Xohlasa o'rganadi, xohlasa o'rganmaydi. Ya'ni uni majburiyatiga kirmaydi. Men shunchaki tavsiya berib qo'yapman xolos. Bolalar ingliz tili o'rganinglar yoki til o'rganinglar yoki yaxshi o'qinglar deyishim bu tavsiya. Agar o'zim ukam bo'lsanglar, kuchli majburiyatda aytishim mumkin. Ya'ni sen til o'rganishing kerak, o'qimasang bo'lmaydi degan ma'noda. Lekin men sizlarga kak berganaman bu yerda tavsiya holatda aytishim mumkin bo'ladi xolos. Buni prezentatsiyasi bor, muammo bo'lmaydi tushuntirishda. Xo'p, birinchisi should bu modal fe'li kerak, lozim, darkor yoki zarurat degan tarjimaga ega bo'ladi. Ya'ni kontekstga qarab albatta. Birinchi narsa correct pronunciation, ya'ni to'g'ri talaffuzi. Ya'ni o'tgan safar couldga o'xshab cold davomaylar, buniki should bo'ladi. Hech qanaqangi should emas yoki hech qanaqangi should emas. Shunchaki should, ya'ni qavs talaffuz to'g'ri. Xo'p, keyingisi, ya'ni qaysi holatda ishlatamiz? Ya'ni should modal fe'lini asosan maslahat, tavsiya holatlari uchun yoki zaruratlar uchun ishlatamiz xolos. Ta'kidlayman, bunda ham hech qanaqangi majburiyat bo'lmaydi. Misol uchun sen bu kitobni o'qishing kerak. Misol Ruxshonaga qarab, siz mana kitobni o'qing, yaxshi kitob ekan yoki o'qishingiz kerak deb aytsam, xohlasa Ruxshona bu kitobni o'qiydi yoki o'qimaydi. Uni anaqa majburiyatiga kirmaydi bu narsa. Yoki misol aytaylik, Madinaga qarab turib sizning akangiz chekmasligi kerak desam, misol bu gapim bilan Madinaning akasi chekishni tashlab yuboradi. Bu misol shunchaki misol. Madinaning akasi chekishni tashlab yuboradi degani emas. Xohlasa tashlaydi, xohlasa yo'q. Misol. Men shunchaki tavsiya holatda aytyapman. Uni majburiyatiga kirmaydi bajarish. Xo'p, formulasiga qaraydigan bo'lsak, barcha modal fe'llarki bir xil edi. Ya'ni subject plus uh, should plus verb infinitive again. Hop. Uh, Shu holatda bo'lyapti. Hop. Hop, birinchi misol Ruxshona sizga. Men kuniga 100 ta so'z o'rganishim kerak deyinchi tavsiya holatda. I should Hop, learn hop. words 100 ta so'z. 100 100 words. every day. Ya'ni men har kuni 100 ta so'z o'rganishim kerak. Ya'ni bu yerda tavsiya, hech qanaqangi majburiyat yoki kimdir siz tarafiga qo'yayotgan bosim yo'q. Shunchaki tavsiya holatida ishlatyapmiz. Keyingisi, Madina. Nima desam bo'ladi? Men barvaqt uyg'onishim kerak yoki men oldida yoki erta turishim kerak deb beringchi. Mm, I should Hop, get up hop. 6 o'clock. Okay, yaxshi. Wake up yoki get up ikkalasi bir xil ma'noda. Ya'ni early deb qo'ysak yaxshi, barvaqt. Endi imенно vaqt gapirmaylik, barvaqt turishim kerak. Bu ham tavsiya. Ya'ni hech qanaqangi hech kim sizga 6 da turishing kerak yoki erta turishing kerak deb majburlab yoki bosim o'tkazayotgani yo'q. Shunchaki tavsiya bo'lyapti xolos, o'ziga qo'yayotgan. Keyin mana bolalar, mana wake bu uyg'onmoq, get up o'sha uyg'ongandan keyin o'rnidan turmoqqa nisbatan ishlatamiz. Shuni bilib olinglar. Xo'p, examples for should. Ya'ni I should watch that movie today. Ya'ni bu kinoni ko'rishim kerak. Yoki keyingisi your friends should go to the gym. Ya'ni sizning do'stlaringiz
zalga chiqish kerak yoki o'sha shug'ullangani chiqish kerak deyapmiz. Misol aytaylik, tasavvur qilaylik, do'stinglar ortiqcha vaznga ega va endi u ozish kerak. Sizlar unga qarab nima deysizlar? Ya'ni siz yoki sen ozishing kerak deymiz, a? U sizlarga sizlar ularga unga talab qo'ymaysizlar. Ya'ni misol aytaylik, majburiyat yoki bosim qo'ymaysizlar, shunchaki tavsiya berasizlar xolos. Sen ozishing kerak yoki dieta qilishing kerak deyishimiz bu tavsiya. Xo'p, e, xo'p. Formulasini ta'kidladik. Yuqorida keldi. Negativ holatida subject plus should not desanglar bo'ladi yoki qisqartma holatida shouldn't plus verb infinitive plus object. Hop, birinchisini o'qing-da, Madina. Uh, your brother should not smoke. Hop, Uning akasi chekmasligi kerak. uning akasi Siz bo'lmaydi-ku bu. ularni akasi. Yo'q, ularning ham akasi bo'lmaydi. Bu yuzlanib aytyapti. Sizning akangiz. Hmm. Sizning Sizning akangiz, akangiz tarjima qiling. chekmasligi kerak. Chekmaslik kerak. Ya'ni bu yerda ham anaqa shunchaki tavsiya beryapti xolos. Misol, cheksangiz sog'lig'ingizga zarar, bir bola cho'ntagingizga zarar deyishi mumkin. Buni majburiyati emas albatta. Xo'p, keyingisini ham o'qingchi Madina. I shouldn't be late for the lesson. Men darsga kech qolmasligim kerak. Aha, bo'ldi bunda ham shunchaki tavsiya holatda. Keyingisi Ruxshona. Your mother shouldn't help with your homework. Sizni Okay. onangiz vazifalaringizga yordam bermasligi kerak. Aha, bu yerda ham shunchaki tavsiya. Короче, shudni biz gapimiz o'tmaydigan insonga ishlatamizda. G'irt insonga boribdi, taqqoslaydigan bo'lsak, ko'chadagi o'tgan insonga shunchaki maslahat holatida aytib qo'yishimiz mumkin. Gapimiz o'tadigan insonga aytadigan bo'lsak, mast bilan. Xo'p, shu holatda tarjima qilyapmiz ekan. Zo'r. Keyin esa savol holatida o'sha tartib bir xil. Should plus subject, verb infinitive plus object. Ya'ni shudam ko'pincha unaqa kamdan kam holatda keladi-da, savol holatida. For example, should he work tomorrow? Ya'ni u ertaga ishlashi kerakmi? Yoki should we do our homework on time? Ya'ni biz uyga vazifamizni vaqtida bajarishimiz kerakmi deb savol beryapti o'qituvchisiga. Shunda qisqa javob shakli qanday bo'ladi, Ruxshona? Yes, they shouldmi? Yo'q, zey bo'lmaydi. Qarang. Menga Ah, qarab, 10 ta o'quvchi biz uyga vazifamizni o'z vaqtida bajarishimiz kerakmi deyapti. Men ularga qarab, ha, sizlar bajarishinglar kerak deb aytishim kerak. yes, you should. To'g'ri. Xo'p, keyingisini o'qing, Madina. Should we do our homework on time? Yo'q, pastdagisini o'qing. Madina, hozir aytdik uni. Should they know English language? Xo'p, Ular ingliz tilini bilishlari kerakmi? aha, xuddi shu ham tavsiya holatida savol beryapti. Ha, ular bilish kerak bo'lsa qisqa javob shakli qanday bo'ladi? Yes, they should. Yes, they should yoki no, they shouldn't bo'lishi kerak ekan. Xo'p, Murphy'dagi misolni ko'ramiz. Shu bilan darsimiz tugaydi, chunki unaqa chuqur kirib ketish shart emas mavzuga. Xo'p, misol aytaylik mana. 32-mavzu, ya'ni should mavzusi. Ana, you shouldn't watch TV so much. Ya'ni sen ko'p televizor ko'rmasliging kerak. Bu tavsiya holat. Ya'ni ko'rmasliging kerak desa, sразу borib pultni olib televizor o'chirib qo'ymaydi. Shunchaki aytib ketadi xolos. Xohlasa bu televizor ko'radi, yana davom ettiradi yoki o'sha holatida to'xtaydi, amal qiladi tavsiyasiga. Xo'p, aytyapti bir parti you should to do something degani, ya'ni you should do something, ya'ni siz nimadir qilishingiz kerak degani. Bu it's a good thing to do, ya'ni shu narsani bajarish yaxshi. Yoki shu narsani bajarish to'g'ri deb hisoblasangiz, ya'ni lekin bunda ham majburiyat yo'q. Birinchisi, Tom doesn't study enough, ya'ni Tom yetarli o'qimaydi. He should study harder, ya'ni u qattiq o'qish kerak yoki kuchli o'qish kerak degan ma'noda. Tavsiya holatda, misol, u
kuchliroq o'qish kerak deb tavsiya holatida bersangiz, u xohlasa o'shanda o'qiydi yoki kuchliroq o'qiydi. Xo'p, keyin esa it's a good film. Ajoyib kino. You should go and see it. Ya'ni uni borib ko'rishingiz kerak. Xo'p, keyin esa when you play tennis, you should always watch the ball. Ya'ni siz tennis o'ynayotganda doim to'pni kuzatishingiz kerak degan ma'noda. Inkor holatini gaplashdik. Ya'ni you shouldn't do something. Ya'ni shu narsani bajarmaslik teskarisi bo'lib qoladi xolos. Shu narsani bajarmaslik yaxshi yoki bajarib qo'yish yomon degan ma'noda bildiryapti. For example, Tom shouldn't go to bed so late. Ya'ni Tom kech uxlamasligi kerak. Bu tavsiya. Misol kech uxlasa sog'lig'iga zarar bo'lishi mumkin yoki ertalab tura olmasligi mumkin. Xohlasa kech uxlaydi yana yoki xohlasa ya'ni maslahatiga amal qilib ertaroq uxlashi mumkin. Xo'p, keyin esa you watch TV all the time. Ya'ni har safarda yoki doim televizor ko'rasiz. You shouldn't watch TV so much. Ya'ni siz ko'p televizor ko'rmasligingiz kerak. Bu ham tavsiya holat, ya'ni hech qanaqangi majburiyatni bildirmaydi. Hop, D partda esa I think should, I don't think should and do you think should strukturalari keladi. Ya'ni bu mavzuni future simple'da ya'ni will strukturasida ham ishlatib bergandim. Ya'ni I think degani bu yerda menimcha degan ma'noni bildiradi. Menimcha. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, I think I think you should mm, should study hard. Menimcha siz qattiq o'qishingiz kerak. Ya'ni meni fikrimcha siz qattiq o'qishingiz kerak. Shu holatda tarjima bo'lyapti. Keyin esa I don't think. I don't think. Ya'ni bu tarjimasi deb o'ylamayman bo'ladi. O'ylamayman. Misol aytaylik. I don't think nima degani shu gap? Ya'ni I don't think you should smoke. Chekmasligingiz kerak, chekishingiz kerak deb o'ylamayman. Aha, xuddi shunaqa. Ya'ni inkor qilayotganimizda nimaga inkor qilyapmiz? Ya'ni biz thinkni inkor qilyapmiz, should emas. Ya'ni biz men sizni chekishingiz kerak deb o'ylamayman. Xo'p, keyingisi savol holatida esa bizda do you think strukturasi keladi ona. Do you think Sizning sizningcha? Aha, xuddi shunaqa. Misol aytaylik, savol beryapmiz. Do you think I should go on a diet? sizningcha men dieta qilishim kerakmi? Aha, bo'ldi. Ya'ni tavsiya so'rayapti. Misol aytaylik, shifokorga bordi, ortiqcha vaznli inson yoki qandaydir parhezli kasallikka uchragan inson, sizningcha men parhez qilishim kerakmi deb tavsiya so'rayapti shifokordan. I think deb javob beradi. Ya'ni menimcha ha deb yoki siz yoki zalga chiqishingiz kerak yoki dieta qilishingiz kerak deb javob beradi. Xo'p, hop. Murfidagi misolga qaraydigan bo'lsak, mana. I think Lisa should buy some new clothes. Ya'ni menimcha Liza ba'zi yangi kiyimlar sotib olishi kerak. Ya'ni misol aytaylik, kiyimlari eski bo'lishi mumkin yoki kiyimlari xunuk bo'lishi mumkin. Shunchaki tavsiya beryapti xolos. Keyin esa it's late. I think I should go home now. Ya'ni kech bo'libdi. Menimcha hozir uyga ketishim kerak. Yoki keyingisi shellda o'tganmiz, tavsiya holatda ishlatgan. Shall I buy this coat? Ya'ni men kurtkani sotib olishim kerak. Yes, I think you should. Menimcha siz sotib olishingiz kerak. Qisqa holatda javob beryapti. Aslida you should buy this coat deb javob berish kerak edi. Keyin esa I don't think you should. Ya'ni I don't think you should work so hard. Ya'ni siz qattiq ishlashingiz kerak deb o'ylamayman bo'lishi kerak bu yerda ham tarjimasida. Xo'p, keyingisini o'qingchi Ruxshona. I don't think we should go yet. It's too early. Xo'p. Nima? Vaqtida yetib bor. Biz vaqtida yetib bor. To'xtab turing, mana yordam beraman. 7 ma'nosi hali deb tarjima qilingchi. Ha.
Biz hali ketishimiz kerak deb o'ylamayman. Mhm. Hali erta. Aha, juda erta deb aytyapmiz, ya'ni juda ham Mm. erta. Hop, keyingisi do you think, ya'ni sizningcha bir bola bir bola bir bola. Hop, ya'ni do you think I should buy this coat hat? Ya'ni sizningcha bu shlyapani sotib olishim kerakmi? Hop, keyingisini o'qing Madina. What time do you think we should go home? Hop, Uh, sizningcha soat nechida? Nechta uyga ketishim kerak? Aha, sizningcha soat nechida biz uyga borishimiz kerak? Yana bu ham tavsiya holati. Tushunaylik-a? Majburiyat yo'q. Hop, E part must is stronger than should. Ya'ni must shoulddan ko'ra ancha kuchliroq. Chunki must ichki kuchli majburiyatni bildirardi. Ha, should desa hech qanaqangi majburiyat yo'q. Shunchaki bu tavsiya hisoblandi. Hop, keyingisi another way to say should is ought to. Ya'ni shouldni alternativi, ya'ni sinonimi yoki o'rinbosari bu yerda nima bo'lyapti? Ought to. Misol aytaylik, I should I should learn swim. Men suzishni o'rganishim kerak deb tavsiya holatida bersak, endi ikkinchisida I ought to swim deb gapirsangiz ham o'sha ma'noni bildiraveradi. Ya'ni ought to bilan shouldni ma'nosi bir xil. Ya'ni ought to ishlasam darajam manaqa bo'lib ketadi, anaqa should ishlasam darajam past bo'lib qoladi degan narsa yo'q. Shunchaki alternativ xolos. Xo'p, yana nima deyapti ekan bu yerda? Mana, it's a good film. You ought to go and see it. Ya'ni borib ko'rishingiz kerak. I think Lisa ought to buy some new clothes. Ya'ni bir necha yangi kiyimlar sotib olish kerak. Ya'ni ought to bilan shouldni anaqa darajasi yoki ma'nosi bir xil bu yerda. Savollar yo'q mavzu bo'yicha? Yo'q. Hop, yaxshi.